Eri bilan ajrashib ketadi deyishgan Paralimpiya chempioni Asila Mirzayorova oilasi va prezident sovg'a qilgan $200,000 nimaga sarflagani haqida gapirib berdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz like va obuna tugmasini bosishni unutmang. 17-yozgi Paralimpiya o'yinlarida rekordni yangilab, oltin medalni qo'lga kiritgan para-yengil atletikachi Asila Mirzayorova ko'zi ojizligi, tug'ma emasligi, turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani, qizalog'i hamda prezident sovg'asi bo'lgan $200,000 nimaga sarflagani haqida gapirib berdi. Zarb bilan to'p tegishi oqibatida ko'rmay qolganman. Yozgi oromgohlarda ko'p borardim, deydi Asila. 3 oylik dam olish o'sha yerda o'tardi. Turli o'yinlar bo'lganida ko'zimga koptok qattiq urilgan. To'r parda ko'chishni boshlagan. Vrachlar operatsiya qilib, uni bosib joyiga qo'yamiz deyishgan, lekin bu jarrohlik amaliyoti ham foyda bermagan. To'r pardam butunlay ko'chib ketgan. Hozir ham yo'q. O'zim hozir donor bilan davolaydigan vaziyatda emas. Shuning uchun mashg'ulotlarimni davom ettirib yuribman. Ukam Abduvohid menga hatto ko'zini bermoqchi bo'lgan. Ukam menga hamrohlik qilishni boshlagandan keyin natijalarim ham ko'tarilishni boshlagan. Chunki begona odam baribir biror manfaat uchun qaraydi. Olimpiadada yutsa menga mana buncha pul beradi deydi. Ukam bilan 7 yildan buyon birga shug'ullanamiz. O'zi ham sportchi, deydi Asila Mirzayorova. Paralimpiya sportiga kelishimga dadam sababchi, deydi Asila. Shunday sport turiga qatnash deb taklif berganida, yo'q dada, bu nima deganingiz, hali ko'zim ko'rib ketadi, unday joyga bormayman deb xafa bo'lganman. Shunday bo'lsa-da dadam meni qiziqtira olgan. So'ng Paralimpiya sportiga kirib kelganman. Onam hozirda maktab kutubxonasida ishlaydi. Men 100% sog'lom bo'lib turib, taqdir meni aylantirib sportga olib kelib, chempion darajasiga chiqarib qo'ydi. Bu umuman kutilmagan holat. Asila turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgan? Chempionning umr yo'ldoshi Shohrux Salimov ham sportchi, karate bo'yicha murabbiy. 15 yoshimgacha mening ko'zim ko'rgan. Qarshi shahrida murabbiy Oybek akaning zalida shug'ullanardi. Men 12 yosh bo'lganman, u kishi mendan kattaroq. Sevishib yurmaganmiz, shunchaki tanish edik. Yaqin bo'lmaganmiz. 2022-yilda men Toshkentda vaqtim yozishni boshlagan. Faqat salom-alik bo'lgan. Hammasi Olimpiadadan keyin bo'lgan. Chunki ungacha mening butun hayolim musobaqada bo'lgan. Hech qayerda yuzma-yuz ko'rishib gaplashmaganmiz. Olimpiadadan so'ng sovchilar keldi. Shunda birinchi uchrashuvga chiqqanmiz. Keyin to'y bo'lib ketdi, deydi Asila. Mashg'ulotlaring yaxshimi, nimada qiynalyapsan, kayfiyating yaxshimi degan gaplar bo'lardi. Ikkimiz ham sevgi qachondan boshlanganini ham bilmaymiz, deydi Shohrux Salimov. Uy ishlarida qiynalmayman. Ukam bilan yashagan vaqtimda o'rganib ketgandim. Bemalol hamma ishni qila olaman, lekin hech kim qarab o'tirmaydi, yordam berishadi. Onalik, rafiqalik, kamiga yana musobaqaga tayyorlanish qiyin emas. Qaytanga qizim ko'rsam, xursand bo'lib ketib kuchga to'laman. Qizimga onam, qaynonam qarab beradilar. O'zi ham beozor, unchalik injiq emas, deydi sportchi. Bir daqiqada turmushga chiqishga rozi bo'lganman. Turmush o'rtog'im o'zim xohlagandek inson bo'lgani uchun oila qurishga rozi berganman. Chunki xarakterim jiddiyroq, keskin qaror qabul qilaman. Fikrimdan hech kim qaytara olmaydi. Fransiyadaligimda Olimpiadaga 15 kun qolganida shu mavzuga ozgina yaqin olib kelganida, aka, bo'pti, siz bilan musobaqadan keyin gaplashamiz deb mavzuni yopib yuborganman. Yutganimdan keyin tadbirlar ko'paygach 1,5 oylab yozmay ketganman. Turmush o'rtog'im bu taklifni berganida butun hayotim ko'z oldimdan o'tgan va bir daqiqada ha deb javob berib yuborganman. Hammasini bir daqiqa ichida o'ylaganman. Musobaqadan 6 oy o'tgach to'yimiz bo'ldi, deydi Asila. Qizim haqida salbiy izohlar jahlimni chiqaradi. Instagramda izohlarning hammasini o'qiyman. iPhone'da shunday dastur bor, o'qib beradi. Negativ izoh yozganlar bilan esa birga bir yozishib ketaman. Eng jahlimni chiqargani, yaqinda bittasi bu qizga qoyil qoldim. Eri to'ydan keyin ajrashib ketsa kerak deb o'ylagan edim. Ajrashmadi deb yozibdi. Erim nega men bilan ajrashib ketishi kerak? Nima, men yaxshi turmush o'rtoq bo'lolmaymanmi deb achchiqlandim. Yana bir mavzudagi izohlarni yomon ko'raman. Bir odam qizning ko'zi ko'rarmikin deb yozgan. Allohga shukr, bolajonim soppa-sog'. Onasi sog'lom tug'ilgan bo'lsa, bolada nima muammo bo'lishi mumkin desam, uyalganidan o'sha izohini o'chirib tashlabdi. Chaqaloqni gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Qizim qo'g'irchoqday, ko'z tegib qolmasin deb ko'rsatmay yuribman, deydi Asila. Ko'zim ojizligini mavzu qilishlari yoqmaydi. Yon atrofdagilar ko'zim ojizligini ushlab gapni aylantirsa jahlim chiqib ketadi. Qaniydi shu kunlarni o'zing ko'rsang, ko'zing tuzalib ketsa deyishadi. Men o'zim nolimayapman-ku.
Bu narsa nega boshqalarni tashvishga soladi? Ko'rib o'lding nima, ko'rmay o'lding nima? Baribir narigi dunyoda hammaning savol-javobi bir xil bo'ladi. Lekin mening sizlardan ko'ra ko'proq imtiyozim bor deb kulib qo'yaman, deydi sportchi. Asilaga pul uchun uylandi deyishadi. Asilaga pul uchun uylandi degan gap so'zlarni yozishadi. O'zimning ham topish tutishim yaxshi bo'lgan. Bilib bilmay har xil gap gapirish kerak emas. Davlat tashkilotida ishlayman. Ustama degan narsalar bor. Murabbiylar uni biladi. 190% ustamam bor. Oyligim taxminiy 16-17 million so'mga borib qoladi. Undan tashqari Qarshida pulli sport zallarim bor, deydi Asilaning turmush o'rtog'i. 200 ming AQSh dollarini nimaga sarflagan? Prezident tomonidan Asila Mirzayorovaga 200 ming AQSh dollari, Taxoy avtomobili va Toshkent shahridan 2 qavatli kottej berilgan. Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov unga esa ko'p qavatli uydan 2 xonali xonadon sovg'a qilgan. 200 ming dollardan ota-onam Qashqadaryoda yashaydigan uylarini zamonaviy ta'mirlatib berdim. Unga ham 700 ming dollar ketdi. 70 ming dollar atrofida pul ketdi. Qolgan pulimni ota-onamga berganman. Ukam uylanganida uy sovg'a qildim. Yana bir uyni onamning nomiga o'tkazib berdim. 3 ta mashinamiz bor, hammada alohida. Dadamda Biva edi, o'zimda Taxoy, ukamda Malibu bor. Shohrux akamni mashinasi qaynotamda, deydi Asila Mirzayorova.